Aloqa Ventures qaysi sohalardagi startaplarga sarmoya kiritadi? Fond ochilganida biz ustkiroq olgandik. Masalan, fintech, AI, elektron tijorat, smart business, cloudni ham ko'ramiz degandik. Va biz birinchi yili startaplarni moliyalashtirish va davriga qanchadir kelgandan keyin startaplar bozorda yetishmasligini ko'rdik. O'sha moliyaviy fintech, AI bo'yicha startaplar haqiqatan ko'p emas. O'zi venture fondlarni ishlash tizimi, masalan, venture fondlar oldin startaplarni pipeline shakllantiradi, ya'ni bermoqchi bo'lgan startaplar ro'yxatini shakllantirib, venture fond o'zi investor bo'lsa, uni investor bo'ladi. Ya'ni limited partner deyiladi, cheklangan sherik puldan pul tortadi. Mana 10 ta startapga pul bermoqchiman, cheklangan sherikdan pul tortib kelaman deb ishontiradi. Va o'sha ventureda sherikchilik asosida o'sha pulni o'sha startaplarga, pipeline'dagi startaplarga taqdim qiladi. Bizning holatimizda biz venture fondni ochganmiz va 5-6 ta startapdan keyin bozorda startaplar kamligini tushundik va biz hozir o'sha fintech, AI sohalari bilan cheklanmasdan bozordagi qiziq texnologik startaplar bo'ladigan bo'lsa, albatta undan venture $1 kiritib qanchadir qaytarish kerak. $1, $5, $10, $100 qilish harakat qiladi. Qiziq startaplarni ko'rishni boshladik. Ingliz tilida bu sektor agnostik deyiladi. Ya'ni sektor bilan chegaralanmagan. Hozirgi holatda biz investitsion politikamizda faqat fintech, sun'iy intellekt yoki boshqa elektron tijorat bilan cheklanganimiz yo'q. Bankning ekotizimiga to'g'ri keladigan va to'g'ri kelmaydigan startaplarimiz ham bor. Tushunarli. Keyingi savol, venture fond startaplarni tanlashda qanday asosiy mezonlarga e'tibor beradi? Har qanday venture fond bizni pre-seed, seed stage, ya'ni boshlang'ich etaplarida startapni founderini, ya'ni asoschisini produktni yasay olishiga ishonishimiz kerak. Ya'ni bu yerda inson omili subyektiv qaraladi. Inson omili, ya'ni jamoani startap qila olishi, uni sota olishi, uni qura olishi, programmistlar uni yarata olishiga e'tibor beramiz. Ya'ni jamoani kuchliligi. Birinchi asosiy masala. Ikkinchisi, u produktni yaratadigan produktini bozorga tushadimi yo'qmi? Product market fit deydi. Umuman venture so'zida juda ko'p terminologiya ingliz tilida aytiladi. G'oya bosqichidan MVP shakliga olib keladi. MVP minimal viable product. Ya'ni startapini sotish mumkin bo'lgan bir kichkina prototip shaklini aytadi. O'sha prototipi ishlaydimi yo'qmi biz qaraymiz. Va o'sha prototipni jamoa yaxshi sota oladimi? Bozorda o'zini nima deydi? Fit, ya'ni bozorga tusha oladimi ko'ramiz. Shu product market fitni ham topa olishiga ishonsak, yetarli darajada kompetensiyaga ega bo'lsa, demak biz uni founderga ishonib, pulimizni tavakkalchilik asosida beramiz. Tushunarli. Hurmatli tomoshabinlar, obunachilarimiz, eslatib o'tmoqchi edim. Ushbu jonli efirga yo'llagan savollar, eng qiziqarli savollar egasiga sovg'alarimiz bor. Shu sababli sizlardan savollarni kutib qolamiz. Bizda esa navbatdagi savol, Aloqa Ventures tomonidan moliyalashtirilgan eng yorqin startap loyiha. Hozir aytib o'tdingiz, 32 ta loyihani moliyalashtirganmiz. Birinchi investitsiyamiz 22-yilda Zipple startup edi. Zipple startup bu tojikistonlik, o'zi Tojikistondan chiqqan founder, Astana Hub'da bu yerda akselerator bor. Bu payt O'zbekiston akseleratori yo'q edi 20-yilning oxirlarida. Bu yerda Google for Startup'dan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin bozordagi venture fondlar bir-biriga aytadi. Qiziq, yaxshi startap bor, kelinglar birga kiramiz deydi. Agar venture fondlar birgalikda kiradigan bo'lsa, ular riskni taqsimlaydi. Biz o'sha Zipple'ga investitsiya kiritgandik. 22-yil birinchi investitsiyamiz bo'lgan. O'shanda biz startapga 6 million baholab $150 ming investitsiya kiritganmiz. Keyin biz bilan O'zbekistondagi UzVC venture fondi ham birgalikda kirdi. Hop, jami $250 ming investitsiya kiritdik. Hozir bu startap o'sha 2,5 yil davomida yaxshi o'syapti. Kecha oxiri Process Venture'dan pul oldi. Ya'ni nufuzli venture fondlar, AQSh venture fondlaridan hozir unga commitment tushyapti. 6x 2 yilda yaxshi o'sdi. Portfelda juda tez o'sgan startaplar ham bor. 12xli natijali startaplarimiz ham bor. Masalan, Botir Arifjanov Lebazarni masalan bilasiz, exit qilgan, o'zini startapini sotgan.
o'sha Botir Arifjon Geomotiv degan startapi bor. Bu startap bozordagi hamma billboardlar borki, digital ekranlarni hammasini bitta platformaga yig'gan. Bu platforma orqali ularni onlayn tarzda o'zingizda reklamangizni chiqarishingiz mumkin. Ya'ni billboardning egalari hammasi marketplace'ga o'zini billboardlarini joylashtiradi. Ularni real time vaqtini, qachon potok shaharda odamlarning ko'pchiligi, kamchiligi orqali ularni reklama marketinglari uchun yordam sifatida ishlab chiqilgan. Masalan, telefonda reklama berganingizda, masalan, TikTokga berasiz, Instagramga berasiz, Facebookga berganingizda ularning hammasi analitikasi bor. Bozordagi outdoor o'sha billboardlarni analitikasi yo'q. U analitikani yaratyapti hozir. Analitika asosida har bir 500 metrda qo'yilgan antennalardan har bir telefonimizda bizni qayerda yurganimizni track qiladi. O'shalarning ma'lumotlarini bazasini yig'ib, masalan, har bir shaharda qayerda potok yaxshi, qayerda reklama berish to'g'ri keladi. Bu startap ham juda tez o'sdi. 1 yilda 4 karraga o'sdi. Bu ham yaxshi ketyapti. Geomotiv hozir arab davlatlarida, mana kecha Qatarda biz investorlar bilan muzokaralar olib bordik. Qatarlik investorlar ham qiziqqan due diligence prosesida. Bu startap ham xalqaro miqyosga chiqyapti. Ya'ni startapning zo'r tomoni aytganimdek g'oyadan keyin MVP, ya'ni produktning prototipdan keyin product market fit, ya'ni bozorda o'zini o'rnini topishi, keyin product market fitdan keyin ingliz tilida scalability, ya'ni masshtab berimiz, ya'ni startapni jahon bozorlariga chiqishi. Mana shu startaplarni jahon bozoriga chiqishi mumkin bo'lgan startaplar portfelimizda 30% tashkil qiladi. Ya'ni faqat lokal emas, mahalliy startaplar bo'lmaganlari yaxshi natijalarni ko'rsatadi. Shu ikkita startapga o'sirib gapingizni bo'ldim. Shaxsiy xabarlarda yozishyapti bizga. Sal balandroq ovozda gapirar ekanmiz. Yaxshi. Berilayotgan javoblarimiz uncha yaxshi eshitilmayapti. Rahmat javobingiz uchun. Demak, keyingi savol bizada Aloqa Venture startaplarga faqat investitsiya ajratadimi yoki ularga strategik maslahatlar ham beradimi? Biz venture fondlarda agar uni portfelimizga qabul qilganimizdan keyin asosiy diqqat e'tiborimiz u portfeldagi startapimizni qimmatroq sotish. Ya'ni portfel menejer startapni qabul qilgandan keyin $100,000 masalan investitsiya kiritdi. O'sha $100,000 investitsiyani masalan 1 million bahoga kiritgandan keyin uni 5 karra oshirishga, 10 karra oshirishga hamma qiziqadi. Ya'ni biz talantga investitsiya kiritib, uni har tomonlama boyishi mumkin bo'lgan yo'llarni izlaymiz. Ya'ni venture bu yerda qo'l qovushtirib o'tirmaslik kerak. Ya'ni investitsiya kiritgandan keyin uni sotuv bilan ham shug'ullanamiz. Uni bank bilan integratsiyasi bilan ham shug'ullanamiz. Agar startap korporativ mijozlarimizga yoki retailga qiziq bo'lsa, uni retail orqali sotishga ham harakat qilamiz. Ya'ni startapni qiymatini oshirish asosiy maqsadimiz. Venture fondni bank orqasida turganligi bir tomondan uni bank ekotizimiga ekotizimiga integratsiya qilinishi va uni klientlariga yangi produktlar sifatida bank lead bo'ladi. Ya'ni bank uning mijozlar olib kelishi kerak. Shu orqali biz startaplarga asosiy yordamni beramiz. Va startaplarni har bir kiritgan investitsiyamiz boshida investitsiya kiritganimizda chekimiz 250 ming bilan cheklangan edi. Ba'zida cheklangandan keyin unga qo'shimcha investor, ya'ni birgalikda kiradigan investorlarni ham qidiramiz. Ya'ni summa kattaroq bo'ladigan bo'lsa, biz tashqaridan investorlarni oldiga borib o'zimiz mana biz kiryapmiz, sizlar ham kiringlar deb ularni ham harakat qilamiz. Shu kirishiga masalan bizda Mohorda yurilgan startapga 250 ming berganimizda men borib Uzvisiga iltimos, qaranglar, ko'ringlar, yaxshi startap. Uzvisidan keyin Sturgeonga borganman, Sturgeondan keyin boshqa arab davlatlaridagi investorlarga ham o'zimni portfelimni, startapimni kerak bo'lsa har tomonlama qo'llab-quvvatlashga masalan men roziman. Va founderlarimiz bu yerda venture fondda biz bank bizni investorimiz sifatida bizga cheklangan sherik sifatida, ya'ni LP sifatida qaraydi va biz uni bankka ertaga har bir startapni pulini nechadir karra qaytarishga harakat qilamiz. Shuning uchun bu yerda manfaatlar ham venturega, ham startapga, ham bankka bor. Shuning uchun hamma tomondan yordam berishga harakat qilamiz.
Tushunarli. Rahmat javobingiz uchun. Navbatdagi savolimiz venture bozorida pul ko'paydi. Buning natijasida nima o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti? Raqobat bo'ladimi venture fondlar o'rtasida? Albatta bo'ladi. Venture fondlarini masalan hozir investitsion komitetda bir venture fonddan investitsiya olayotgan startap boshqa bir venture fonddan olishi har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Masalan, biz ba'zida riskni o'zimiz bo'lib, boshqa venture fondning kirishini o'zimiz aytamiz. Agar startap katta pulni o'ziga masalan tortmayman, u pulni ishlatolmayman desa, boshqa bir venture fond biz ham kiraylik deb aytishi mumkin. Va shu yerda kapital venture fondlarini pul berib kapitalni ko'payishi startap uchun yomon. Startap minimal rasxod qilishi kerak va yetarlicha kapitaldan olishi kerak va yugurish kerak. O'sha keyingi investitsiya raundigacha yaxshi natijalarni ko'rsatib, KPIlarini, sotuvlarini, ingliz tilida traction deydi, ya'ni ko'rsatkichlarini oshirishga harakat qilish kerak. Venture fondlar ko'payishi startaplarni nima deydi, moliyalashtirish uchun mablag'larni ko'paytirishiga olib keladi va startaplarni o'sha har bir bosqichda venture fonddan pul olish ehtimolini ko'paytirgandan keyin bu ularning o'sishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchidan, venture fondlar agar hamma tomondan venture fondlarni olib qaraydigan bo'lsak, masalan, IT Park Venture bor, United Venture bor, Aloqa Venture bor, O'zVC fondov bo'lyapti, Angel investorlarimiz paydo bo'lyapti. Hamma qiymat berishga harakat qiladi. Va venture fondlar orasida raqobat qiymat uchun kurashiladi. Ya'ni biz Aloqa Venture tomonidan bank tomonidan integratsiya qilamiz deb harakat qilishimiz kerak. IT Park hukumat tomonidan yoki o'sha IT Parkning o'zini xalqaro va mahalliy nima deydi, filiallari ko'pligi asosida u ham yordam berishga harakat qiladi. Va u yerda raqobat boshlanadi. Raqobat boshlangach hamma kapital startap uchun kurashadi. Ya'ni bitta startapga ba'zida 3 ta venture fond, 4 ta venture fond to'g'ri kelishi ham mumkin. Shunda startaplar o'zlari tanlaydi qaysi venture fonddan pul olish unga manfaatliroqligini. Rahmat. Rahmat javobingiz uchun. Demak, navbatdagi savolimiz O'zbekistonda startap ekotizimini rivojlanishda qanday to'siqlar kuzatilmoqda? Nimaga, nega startap bozori yuqori o'sish qayd etmayapti? Fikr bildirishibdi. Bunday fikrni berishga hali erta, chunki venture fondi O'zbekistonda mahalliy venture fondlarini aytadigan bo'lsak, 22-yilda paydo bo'lgan. Ya'ni hozir venture fondlarning soni agar solishtirsak 5 tadan 10 tagacha deydigan bo'lsak, ungacha venture fondlari yetmagan. O'zbekistonda oldin venture fondlari uchun masalan startaplar pul qidirishi imkoniyati juda kam edi. Hozirda venture fondlar sekin-sekin rivojlandi va 2 yillik muddat venture fondini exiti uchun yoki ularni produktlarini ma'lum bir pishib sotiladigan paytigacha hali erta. Ya'ni venture fondini chakrasini yaqinda ochdik. 2 yil oldin ochganmiz va 3-4-yildan biz natija ko'rsatishga harakatdamiz. Hozir ba'zi bir startaplarimiz sotuvini kelishyapmiz. Lekin venture fondlari uchun bir 5 yilda O'zbekistondagi angel investorlarning paydo bo'lishi sekin-sekin bu sohaga qiziqishni keltirib chiqaradi. Va bozorda exit bo'ladigan bo'lsa, ya'ni korporativ venture fondlar o'zlarini startaplarni sotgandan keyin nima bo'ladi? Success case'lar paydo bo'ladi. Ya'ni muvaffaqiyatli case'lar paydo bo'lib, boshqa sektordagilar ham bunga qiziqishni boshlaydi. Bozorda muvaffaqiyatli exitlar bor, ko'plari ochiqlanmaydi. Ungacha startaplar oldi sottisi, ya'ni merge acquisition, M&A'lar sodir bo'lib turadi va bu ochiqlanmasdi. Hozirda endi venture fondlarini paydo bo'lishi sekin-sekin bu ma'lumotlarni ochiqlash, ya'ni ingliz tilida global awareness deydi, ya'ni O'zbekistonni o'sha pozitsiyasini xalqaro bozorda ko'rsatish ham talabga aylanmoqda va buni biz ochiqlab boramiz. Hali venture fondi paydo bo'lishi unaqa zo'r ko'rsatkich deyishga erta, chunki endi paydo bo'ldik. 2 yillik tarixga egamiz. 3-4-yildan o'zimiz natijalarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Davron aka, siz o'zi venture sohasiga qanday qilib kelib qolgansiz? O'zi kirib kelgansiz? Venture sohasiga men o'zi Aloqa bankda bankir edim. Aloqa bankda investitsionniy bo'limda ishlardim. Ya'ni chet eldan xorijiy liniyalarni olib kelib, kattaroq kompaniyalarga pul berganmiz. Masalan, $10 million kompaniyalarga kredit liniyalar berganmiz. Va pandemiyaga kelib, pandemiyada men tushundim, sohamni shu
ITga ko'proq raqamlashtirishga o'tkazish kerak deb shu sohani sekin-sekin o'rganish boshladi va bankda shunaqa innovatsiya produktlarining shakllanishi muhim bir omilga aylandi. Pandemiya buni tezlashtirib yubordi. Sekin men shu sohaga o'tib o'zimizdagi muammolarni ko'rdim va kelajakda an'anaviy banklarning faoliyatini agar kuzatadigan bo'lsangiz, masalan, tasavvur qiling, Bank of America yoki Wells Fargo'ni veb-saytini ochadigan bo'lsangiz, unda masalan kartalarni taqdim qilishni Revolut beryapti yoki ularning identifikatsiyasini Enigma beryapti. Bu ya'ni startaplar ma'lum darajada banklardan produktlarini tez innovatsiya qiladi. Tez innovatsiyani yaratib, ular sekin-sekin o'zlarini bozordagi katta ulushni olib oladi. Masalan, TBC bankdan kirib kelishini aytadigan bo'lsak, u paymentni oldi va retailni juda katta qismini tez oldi. Va hozir paymentni rivojlanishida B2B sektoriga ham kirib, O'zbekistondagi eng yaxshi startaplar bilan ular gaplashib bozordagi B2B bozorni ham olish mumkin. Ya'ni startaplar bilan bu narsani tez qilish mumkin. Oldin innovatsiyani startaplar yaratadi, banklar orqasidan yuguradi. Banklar shunda bank back office tarzida turishi kerakda, startaplar front turish berib, ya'ni integratsiyani shunday qilish kerakki, bank startaplarda integratsiyani, innovatsiyani qo'llab-quvvatlash uchun unga investor sifatida qatnashadigan bo'lib, investor sifatida u back tomonda turadigan bo'lsa, startapning narxi oshganda bankning ham narxi oshishga ta'sir qiladi. Chunki bank unda ulushi bor. Ulushini narxi oshadi va bank ham oshadi. Masalan, bizning super appimizda Zumradni aytadigan bo'lsak, Zumradni ham hozir 3,5 million, 4,5 million foydalanuvchilari bor. Bu bank uchun alohida bir potensial produkt. Va bu startap sifatida qaraydigan modelni olib chiqadigan bo'lsak, ertaga bankni potensial narxi juda kam turadi. Ya'ni davlat banklarining ulushi agar katta qismi FRRU, Minfin, bizning holatimizda O'zbek Telekomda bor 20%. O'sha ulushdorlarni xuddi startaplardagi ham bank ulushdor bo'ladigan bo'lsa, startaplarni narxi baribir bankdan ko'ra multiplikator, bozor multiplikatori baland yuradi va bu multiplikatorlar bilan an'anaviy bank tizimiga qaraganda startapning multiplikatori 7-10 karra baland turadi. Shu bilan startaplarga kiritilgan investitsiya bankning qiymatini va bankdagi innovatsiyani tezlashtiradi. Tushunarli. Rahmat. Navbatdagi savol: O'zbekiston venture bozori rivojlanish bosqichida nima xato va kamchiliklarni ko'ryapsiz? Sizning fikringiz. Ayniqsa AQSh venture fonda, venture bozori rivojlanish tarixi bilan solishtirganda. AQShning rivojlanish bosqichlari juda qiziq. Birinchi AQShda 1929-yilda buyuk depressiya bo'lgan, ya'ni krizis bo'lgan. Bu krizisda shunchalik kompaniyalar ko'p yopilganki, biz yopildik degan taxtachani sotuvchilar ko'proq daromad qilgan. Ya'ni har kuni biz yopildik deb New Yorkda birorta biznes qolmagan. Hamma yopib o'rgandan keyin 10 yil mobaynida investorlar mablag'larini qayerga tikishni bilmagan. Hamma qo'rqqan, pullarini o'zlarida ushlab turgan. O'shanda Whitneylar va Rockefellerlar oilasidagilar sekin-sekin kelinglar, hech kim kirmagan sohalarga kiramiz deydi. Let's adventure deydi. Adventures. Kelinglar sarguzasht, sayohat qilib ko'ramiz deydi va shu asnosida ular talantlarini, ya'ni bozorda innovatsiya qiladigan olimlar, PhD'lar yoki qanaqadir bir ratsionalizatorlik ideyalarni beradiganlarga investitsiya qilib, talantlarga investitsiya har qanday boshqa investitsiya sektorlaridagi, iqtisodiyot sektorlaridagi kompaniyalardan ko'proq qaytarishni ochgan. Shundan keyin AQShda American Research and Development instituti ochilgan. O'sha yerda Garvardda ishlagan Dorrit degan bir odam ochgan va o'sha Dorrit tushunganki, shunaqa yangi innovatsiyalarga pul tikish American Research and Developmentni ham boy qiladi. Va u har bir kiritilgan investitsiyadan 70% gacha American Research and Development ulush olgan. 30% o'shani yaratgan founderga bergan. Qism katta bo'lgan. Keyin ma'lum bir muddatga kelib, u kompaniya yaxshi natijalarga chiqqan, IPO ga chiqqan, New York Stock Exchange'da list ro'yxatdan o'tgandan keyin uzoq muddatda 30 yillik davomida bu kompaniya sekin-sekin yopilgan. Shundan keyin Amerikada bir broker bo'lgan, Arthur Rock degan broker, u Manhattan'da o'sha Wall Street'dagi bir broker Silicon Valley'ga, ya'ni Kremniy vodiysiga uchadi. Bu yerda
sakkizta PhD olimi bilan tanishadi va ularga investitsiya kiritadi. Investitsiya kiritishdan oldin gaplashadi, men qancha investitsiya kerak, shuncha men olib kelaman deb borib Nyu-Yorkka uchib Manhattandan pul ko'tarib ularga investitsiya qiladi va pulini katta miqdorda qaytarib oladi va u odam keyinchalik Intelni kuzatuv kengashida o'tiradi. Shunaqa Intel paydo bo'lishiga ham mana venture kapitalistlar sabab bo'lganda. AQShda ham xuddi shunaqa modelda Artur Rok keyin o'ylaydi. Pulini o'sha semikonduktor, ya'ni yarim o'tkazgichlar biznesiga tikkandan keyin ko'p qaytarib oladi va tushunadiki, venture fondi uchun 10 yillik muddat olinib, investorlardan, cheklangan sheriklardan pul olib, yaxshi startaplarni screening qilib, topib, investitsiya qilib 10 yillik davr, masalan, venturelar 10 yil, 15 yil ishlashi mumkin. Fondni umr davri shunda-da. Boshlang'ich davrida masalan 10 yillik venture fond ochiladigan bo'lsa, boshlang'ich 3-4 yilda pulini tarqatadi va keyingi 4-10-yilgacha pulini qaytarib oladi. Va shu mexanizmda Amerikada venture fondlar rivojlangan. Bu mexanizm hukumatga ham yoqqan. Small Business Investment Company degan kompaniya ochiladi AQShda va hukumatning o'zi, masalan, siz venture fond ochaman, man $1 million beraman desangiz, hukumatning o'zi $3 million sizga qo'shimcha pul bergan. Va Amerikada venture bozorida ko'plab venture fondlar ochish boshlagan. Bizda venture fondini ochaman degan xususiy sektordan chiqadiganlar bo'lsa, bunga qo'shimcha hukumat unga $1 ga $1 yoki $3 pul beradigan bo'lsa, unda xususiy sektor baribir o'zini pulini yoqadi. U in the skin of the game, u pul jigaridan chiqadi. Va o'sha pulda ko'proq natija ko'rsatishga harakat qiladi va shu orqali o'zini pulini ham va davlatning pulini ham ko'paytirishga harakat qiladi. Bizda davlat bo'lgani uchun bu narsada ozgina xususiy sektordan venture fondlarning chiqmayotgani bu hozircha bizni to'g'ri yo'lda emasligimizni aytish mumkin. Chunki bozorda hozir angel kulturani ham shakllantirishga harakat qilyapmiz. Bozorda xususiy sektordagi boylar o'zlarini pulini venture investitsiyalar tarzida startaplarga pul beradigan bo'lsa, ularni qo'llab-quvvatlab tarzida, masalan, angel investorga ham qo'shimcha davlat pul beradigan bo'lsa, ya'ni bu Isroil modelida ham yozma modelda ishlagan, ya'ni qo'shimcha davlat $1 ga $1 bergan. Va shu bilan startaplarda xususiy sektor ham rivojlangan. Xususiy sektor rivojlangandan keyin davlat ham pulini qaytarib olishga harakat qilgan. Mana shu kapital tomonidan hozirda biz asosiy o'yinchi davlat, katta qismi davlat. Shu davlat tomonidan agar tayyormiz, masalan, davlat agar xususiy sektordan venturega investitsiya kiritamiz desa, biz o'sha har qanday tadbirkor yoki investitsiya sohasidagi odamni qo'shimcha birgalikda investitsiya kiritib, o'sha startapning qiymatini oshirishga tayyormiz. Ya'ni xususiy sektorida bu yaxshiroq ishlaydi. O'sha Artur Rokni keysida ham Artur Rok o'zi investitsiya tortib, keyinchalik Amerikada davlat mablag'larining katta qismini ERISA deydi. Ya'ni Amerikada juda katta fondlar bor, suveren fondlar bor, pension fondlar bor. Ular pullarini katta qismini o'sha venturelarga taqsimlab bergan. Bizda ham xuddi shunaqa davlat pullarini venturega taqsimlab berish imkoniyati bor. Ikkinchidan, O'zbekistonda inflyatsiyani hisobga olish kerak. AQShda masalan bu yuqori emas, 5% gacha chiqishi mumkin. Bizda bu 25% ga chiqishi mumkin, masalan 20% ga chiqishi mumkin. Ofitsial aytiladigan 10% ga yetmaydi, lekin pullaringizni depozitga qo'ysangiz, masalan 27% qaytaradigan bo'lsa, venture fond undan yuqoriroq qaytarish kerak. Internal rate of return ventureda yuqori bo'lganda, shunda bozor o'z-o'zidan venture fondga investitsiya kiritishni, davlat mablag'larini ham, o'sha pension fondlarini ham kiritish maqsadga muvofiqligini ko'rsatib beradi. Buning uchun bozorda biz so'mimizni barqarorligi, inflyatsiyani makroekonomik tomondan har tomonlama yaxshi pozitsiyadaligimiz venture bozori rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun venture puli aslida qimmat pul. Venture puli doim o'sha bozordagi boshqa instrumentlarga qaraganda yaxshi natija ko'rsatadigan bo'lsa, o'z-o'zidan bozor konjunkturasi yaxshi ishlaydi. Navbatdagi savolimiz, O'zbekistondan unicorn bilan chiqish ehtimoli bormi va qachon kutsak bo'ladi? Uzum bor deymiz, lekin uzum va shunga masalan marketplace yoki mana shunaqa elektron tijorat yoki dastavka, ya'ni yetkazib berish tizimlarida unicorn yaratish juda oson.
Shu sohalarda unicornlarni yaratish rivojlanayotgan mamlakatlarda aholisi agar yetarli darajada bo'ladigan bo'lsa, bu juda oson biznes hisoblanadi va masalan Kolumbiyada ham bor bu narsa, Janubiy Afrika davlatlarida ham bunaqa unicornlar tez paydo bo'ladi. Ya'ni shunaqa elektron tijorat va yetkazib berishda unicorn yaratish oson. Chunki bozor shunga qarab ketadi. Yangilik, innovatsiyani agar qiyin, deep tech deydi, ya'ni chuqur ilmiy izlanishlar asosida yaratiladigan startaplar bo'ladigan bo'lsa, ularning o'sishi, hozir sun'iy intellektda masalan bozor multiplikatorlari juda yuqori. Shu sohada yangi ilmiy ishlar qilib, rivojlanadigan startaplar paydo bo'ladigan bo'lsa, ularni agar investorlarni qiziqtira oladigan bo'lsa, bu sohada o'sish yuqori bo'lishi mumkin. Chunki multiplikatori elektron tijoratga qaraganda 5-10 karra yuqori bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda yaxshi unicorn kompaniyalarining paydo bo'lishi uni yaratadigan jamoalarga bog'liq. Jamoalarning salohiyati yetsa, bu unicornlarning chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi. AQShda masalan buyuk olimlar yoki masalan Ilyaga o'xshagan OpenAIdan chiqyapti-da, men startap qilyapman deyapti-da va 6 milliard otsenkada 1 milliard investitsiya olyapti. Yo bo'lmasa Morani degan founder bor, u ham 100 milliondan ko'p pul olyapti. Masalan, men OpenAIdan ketyapman, startap qilyapman. Hali startap yo'q. Hali uni produktini pre-product, ya'ni produktdan oldingi fazasida o'sha startap yaratuvchi asoschini salohiyati zo'rligi uchun venture investitsiya yuqori baholangan hisobda berilyapti va u birdan unicorn paydo bo'lyapti. Masalan, Xitoyda aytadigan bo'lsak, Xitoyda 1xAI degan kompaniya bor. U o'sha kompaniyani yaratgan olim bir kishi. O'sha bir kishi data analitika va sun'iy intellekt bo'yicha yaxshi olim bo'lgani uchun 8 oyda unicorn yaratgan. 8 oyda shu ChatGPT ga o'xshagan modelni train qilgan va yaratgan. DeepSeek'da masalan ko'rishimiz mumkin. Qisqa muddatda founderlari nima deydi, side job, ular o'zi hedge fondlar uchun yaxshi bir analitikani yarataman degan, sekin-sekin qo'l uchida yaratilgan bu kompaniya ham yuqori natijaga. Ya'ni buni yaratadigan talantlarning mavjudligi o'sha bozorda unicornlarning yaratilishiga sabab bo'ladi. Masalan, kecha Skype yopilib ketdi. Skype'ni aslida estoniyalik founderlar yaratgan. Ma'lum bir davrda o'sha paytlarda Zoom'lar bo'lmagan, boshqa konferensiyalar bo'lmagan. O'sha Skype'ning yaratilishida ham juda katta talchoq bo'lgan. Ya'ni Estoniyada Skype'dek unicornni yaratib, uni sotib, bozorda milliardlab pul qaytgandan keyin bozorda o'sha startup ekotizimga rivojlanish hukumat tomonidan va mana o'zingizni tasavvur qiling, siz O'zbekistonda kimdir bir shunaqa startapni yaratadigan bo'lsa, bir boshqalar uchun bu ilhom beradi va o'z-o'zidan bozorda startup ekotizim rivojlanadi. Asosan masalan Turkiyada ham o'yin bo'yicha zo'r startaplar bor. O'yin uchun yaratilgan ikkita unicorn bor ularda. Masalan, bitta Bekakorn Trendyol desak, Trendyolni ham Alibaba keyinchalik 86% sotib olgan masalan. Shunaqa startaplarni paydo bo'lishi o'sha yerdagi talantli nima deydi, asoschilarni mavjudligiga bog'liq. Rahmat javobingiz uchun. Navbatdagi savolimiz, fondingiz portfelida muvaffaqiyatsizlikka uchragan loyihalar ham bormi? Agar bo'lsa, qanday xatolik sabab bu sodir bo'lgan? Boshlang'ich etaplarda biz investitsiyani berganimizda, birinchi yilda biz Aloqa Techlab degan akseleratsiya o'tkazganmiz. O'sha Aloqa Techlabdan startaplarni inkubatsiya ham qilganmiz. Inkubatsiya qilib g'oyalarga ham investitsiya berganmiz. Bu asosan g'oyadan MVP yaratilib, product market fit, ya'ni bozorda o'rnini topolmagan startaplarga ham investitsiya berganmiz. Haligacha birorta startapimiz bankrot bo'lgani yo'q, lekin ularni ko'rsatkichlari orqadalari bor. Ya'ni biz tikkan masalan $100 ming investitsiya $100 ming oshmagan, ya'ni kamaygan investitsiyalar bor. Bu yerda asosiy muammo o'sha berilgan g'oyani bozorda o'sha o'zini o'rnini topa olmasligi, product market fitni yo'qligini biz oldindan bilmaganmiz va muvaffaqiyatsizroq natijalarda turibmiz. Hozir venture portfelda birorta kompaniyani biz likvidatsiya qilganimiz yo'q. Bu startapni ham hozir ko'tarishga harakat qilyapmiz. Chunki portfelimizdagi startap rivojlanishi
pulimizni hech bo'lmaganda 1x ta qaytarib olish uchun harakat qilamiz. Mhm. Tushunarli, rahmat. Navbatdagi savol, agar startap loyiha istiqbolli deb topilsa, loyihani maksimal narxda ham moliyalashtirish imkoniyati bormi? Yoki ma'lum cheklov bormi? Venture fond tomonidan. Venture fondlarida baholash tizimida u odatda biz savdolashamiz. Kiritiladigan investitsiyamizni boshlang'ich etapda ko'p ulush olmaymiz. Masalan, venture fondlarini pre-seed stage yoki boshlang'ich seed stajelarini gacha bo'lgan startaplarni boshlang'ich etapda 15% dan yuqori 20% gacha bo'lgan dolyasini olmaslik kerak. Ularning ulushini ularni arzon baholab ko'p ulushni olmaydi venture fondlar. Chunki startap bizdan keyin yana keyingi raundda pul ko'tarish kerak. Har bir raundda pul ko'taradigan bo'lsa, uni ulushi kamayadi. Shuning uchun biz startaplarda baholaganimizda har tomonlama kelishgan holatda bu narsani o'zini bozorning Berkus metodlari bor, scorecard metodlari bor. Agar startapni sotuvlari yaxshi bo'lib, klientlari o'sishi, ko'rsatkichlari hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, unda multiplikatorlar bilan kelishib startapni baholaymiz. Unda startapni agar ishonsak, potensialini yuqori bahoga baholab, kichkina ulushni olishni afzal ko'ramiz. Ya'ni katta ulush olib startapni past baholagandan ko'ra yaxshi kelishilgan fair value deydi, ya'ni adolatli bahoda baholab, kichikroq ulushni olib o'sha startapni karraga oshirish bizning asosiy maqsadimiz. Shuning uchun albatta founder ham, biz ham startapni ulushiga ikkita tomonlama savdolashilganda ikkita tomonlama rozi bo'lish kerak. Shuning uchun founder ham ertaga startapni baholaganda keyingi raundda ko'rsatkichlariga yetmaydigan bo'lsa, masalan, biz startapni 5 millionga baholab qo'ysak, u keyingi raundga uni sotuvlari oshmaydigan bo'lsa, u raund ocholmay qoladi. Shuning uchun startapni pastroq baholanishi o'zini keyingi raundda pul ochishiga zamin yaratadi. Ya'ni chunki u ko'rsatkichlarni ura olmasligi mumkin. Shu paytda baholangan narxdan past baholanish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Va bu paytda venture o'zini pulini 1x dan pastga qarab multiplikatorini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun qimmat narxlarda kelishish ba'zan startaperni o'zini o'sha pul ko'targanda muammosiga keltirib chiqaradi kelajakda. Aloqa venture biron bir loyihaga sarmoya kiritishdan oldin uning uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish ehtimolini qanday baholaydi? Qanday ko'rsatkichlarga yuqori e'tibor qaratadi? Agar startapni sotuvi ma'lum bir davrga kelgandan keyin bozor keng bo'lsa, tamsom ko'rsatkichlar deyiladi, total addressable market yoki o'sha ko'rsatkichlari lokal bozordan keyin boshqa bir bozorlarga ham chiqa olsa, masalan, Markaziy Osiyoga yoki Uzoq Sharqqa chiqaradigan bo'lsa, u startapni bozor bahosi oshib boraveradi. Agar bozor cheklangan bo'lgandan keyin uni o'sishi ma'lum darajadagi to'xtaydigan bo'lsa, u startapni pivot qilish kerak bo'lib qoladi. Bu kelajakda startapni yangicha pul keltiradigan yo'nalishlarda ham startapni o'zgartirish, ya'ni ingliz tilida pivot deyiladi, pivot qilishga to'g'ri kelib qoladi. Juda ko'p startaplar pivot bo'ladi. Masalan, bizda ba'zi bir founderlar AQShga borib startapini 3-4 marta pivot qilib ko'rdi. O'sha bozorda o'rnini topish uchun, product market topish uchun. Shuning uchun baribir siz kelajakni bilmaysiz. Bu odatda taxminiy qaraladi. Taxminiy shu bozor bizni olishimiz mumkin bo'lgan bozor, shunchaga chiqishimiz mumkin. Bozorni 10% ni olsak, shuncha darajaga erishishimiz mumkin degan holatlarda siz prognoz berasiz. Prognozlar o'xshamaydigan bo'lsa, startapda yana qo'shimcha pivotlar qilinishi mumkin. Aloqa venture fondi iqtisodiy inqirozlarga tayyormi? Agar fond pandemiyadan keyin tashkil etilgan bo'lsa, hozirda fond inqiroz va bozor pasayishi holatlariga qanchalik tayyor va undan chiqish uchun qanday strategiyadan foydalanadi? O'zi fondda agar o'ylab qarasak, biz 20-yilda pandemiya bo'lgan bo'lsa, 21-yilda butun venture bozorida qiyin bir davr bo'lgan. Ya'ni venture kapital
2015, 16, 19-yilga pikiga chiqqan, 20-yilda juda ko'p kapitallar berilgan. Ya'ni butun dunyoda venture kapitalistlar startaplarga shunchalik ko'p kapital berganki, startaplar keragidan ortiq pul yig'gan. Keragidan ortiq pul yig'gan va keragidan ortiq narxlangan va shishirilgan bo'lgan va o'zidan keyin shu 21-yildan keyin orqaga qarab ketgan. Hozir yana sun'iy intellekt rivojlanishi ma'lum bir startaplarni paydo bo'lishiga to'sqinlik ham qilishi mumkin. Bu startaplar kerak emas bo'lib qolishi mumkin. Masalan, SaaS platformalarining bir qismi sun'iy intellektda AI agents deyiladi. Shularning paydo bo'lishi u startaplarning rivojlanishiga ham to'sqinlik qilishi mumkin. Yoki ma'lum bir kasblarga, edtechga berilgan startaplarni rivojlanishi o'ziga yarasha bozorni yo'qotib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz o'ylab qaraydigan bo'lsak, startaplarni tezkor pivot qilib, ularni o'sha nima deydi, flexible, ya'ni jarayondan o'zgartirishi, produktini nima deydi, uzoq muddatda agar startapni ko'pi muvaffaqiyatsiz bo'ladigan bo'lsa, tirik qolishga harakat qilishingiz kerak. Krizislarga tayyormisiz? Yaxshi savol. Qanday krizislar? Masalan, makroekonomik krizislar har qanday sektorga ta'sir qiladi. O'sha paytda startaplarni yaxshi tomoni u oddiy traditsion biznesga qaraganda unda asosiy kuch baribir raqamlashtirilganligi va raqamlashtirilgan startaplarni agar muammo bozorda bo'ladigan bo'lsa, bu bozorni tark etish kerak. Boshqa bir bozorga borish kerak. Lokal muammo bo'ladigan bo'lsa, lokal muammo sizni bozoringizga ta'sir qiladigan bo'lsa, boshqa bozorga tezroq chiqib o'sha yerda produktini sotishga harakat qilish kerak. Yoki startapda agar muammo siyosiy tus oladigan bo'lsa yoki qanaqadir bosimlar bilan startapga ta'sir qiladigan bo'lsa, unda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Founderlarni bu holatda ham shu jarayonda muzokaralar olib borib bu narsani to'g'irlash kerak bo'ladi. Krizislar har qanday sohaga ta'sir qiladi va startaplar oddiy biznesga qaraganda ozgina nima deydi, o'zgarishga moyilroq. Navbatdagi savolimiz, startaplar qancha vaqtda investorlar uchun qaytib keladigan natijalarni, ya'ni ROI ko'rsatishi kerak deb hisoblaysiz? Startaplar bir yilda ko'rsatmaydi albatta. Shuning uchun biz investitsiya kiritgandan keyin 3-4 yil startapni foydaga chiqishi yoki EBITDA ko'rsatishlarini, ya'ni break even, ya'ni o'sha точка безупречности deydi, o'sha holatda o'tishini kuzatmaymiz. U pulni tez yoqish kerak. Tez yoqib, ya'ni burn rate deydi. Har oyda yoqadigan mablag'i investitsiya berganingizdan keyin u ko'payadi va keyingi raundgacha yaxshi ko'rsatkichga yetib olib, yana investitsiya ko'tarish kerak bo'lib qoladi. Masalan, bozorda uzum bor, masalan, uzum 1 milliardga baholanyapti. U 100 million investitsiya olyapti. 10% sotyapti. Keyingi raundda u Series A ni yopdi. Hozir Series A raundini yopib, keyingi raundda Series B ga harakat qiladi. U paytda u ko'rsatkichlarini ko'tarib oldida yana 300 million investitsiya jalb qilib 3 million baholanadi va yana 10% sotadi. Va xuddi shunaqa startaplar ham tez yugurish kerak. Uni plyusga chiqishi 3-4 balkim 5 yillik muddatni olishi mumkin. Shuning uchun startaper pulni yoqishda tez harakat qilish kerak va tez ko'rsatkichlarini oshirib yana investitsiya olishga harakat qilish kerak. Eng zo'r investitsiya baribir har qanday startapda bu ularning daromadi. Ya'ni lekin ma'lum bir davrga kelgandan keyin siz investitsiyasiz yurishda sekinlashasiz. Investitsiya sizni yugurtiradi. Investitsiya olasiz, masalan, zo'r startap bor, yaxshi sotyapti, ma'lum bir darajada ko'rsatkichlari zo'r. Lekin u o'sha olayotgan daromadi bilan 5 ta 6 ta bozorda yoki nima deydi, regionda harakat qila olmasligi mumkin. Chunki bunga mablag' kerak. O'sha paytda mablag'ni bootstrap qilib topish yoki venture investitsiyadan pul olish uni tezlashtiradi. Startapni oddiy biznesdan farqli tomoni uni tez pul yoqish va tez ko'rsatkichlarga erishishi investorlardan pul olishiga zamin yaratadi. Shuning uchun uzoq muddatda startaplarga biz kutmaymiz. Ya'ni startap ba'zida ham shunaqa startaplarimiz ham bo'lgan, biz pul berganmiz, boshqa investorlar ham pul bergan, pulini ushlab turibdi. Depozitda ushlab turibdi yoki shotida ushlab turibdi. Bu yomon. U tez natijaga erishib, ko'rsatkichlarini oshirib o'zini bahosini ham
traction deydi ingliz tilida, ko'rsatkichlarni, metrikalarni oshirib, yana keyingi raund ochib, yana agressiv rivojlanish kerak. Shu holatda biz startaplarni tegmaymiz. 3 yil, 4 yil uni kutamiz. Navbatdagi savol tomoshabinlarimizdan kelgan. Startap loyiham bor, lekin boshlang'ich mablag'im yo'qligi sabab rivojlanmayapti. Qanday yordam bera oladi? Aloqa Ventures, Aloqa One. Avvalambor startapingizni olib kelib bizga pitch qilganda ishontira olishingiz kerak. Agar u startap g'oya bosqichida bo'lsa, unda biz startap garaj orqali ko'rib chiqamiz, g'oyani pishiramiz, uni venture investitsiyaga loyiqmi, loyiq emasligini ko'rib, biz uni rezidentlikka yo qabul qilamiz yoki birdaniga javob yo'q deymiz. Venture investorlarni eng ko'p ishlatadigan so'zi yo'q. Shuning uchun bu startapni siz qila olishingizga ishontirishingiz kerak. Yulduz Usmonovani sen meni ishontir muhabbatingga degandek, o'sha muhabbatingizga ishontiradigan bo'lsangiz, venture investor ham o'sha prognozni olib, startapni oshishiga ishongandan keyin investitsiya tortish osonlashadi. Agar startap ma'lum bir ko'rsatkich, ma'lum bir boshlang'ich sotuvlarini, boshlang'ich produktini ko'rsatkichlari yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, unda biz bilmaymiz. Dunyoda juda ko'p startaplar bor, venturedan investitsiya ola olmagan. Lekin u ma'lum bir uzoq muddatda 10 yillik, 20 yillikda juda katta kompaniyalarga aylangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech kim bilmaydi. Bu sizni o'sha visioningizga ishonchingizni, uzoq muddatda kompaniyani qura olishingizga bo'lgan kuchni topa olishingizga bog'liq. Shuning uchun biz founder bilan gaplashganda ko'pincha qaraymiz. O'zi ko'p startap ko'rganimizdan keyin biz hozir mana 30 ta startapga pul berdik. Yana 3 tasi shu oyda e'lon qilamiz. 34 ta 35 ta startapni ko'rish bilan biz ko'p startaplarni ko'rganmiz. Ya'ni 3000 dan ortiq startaplarni ko'rib 30 tasiga va atigi 1% ga pul beramiz. 100 ta startapni masalan biz ko'rib 99 tasiga yo'q deb javob berganmiz bo'lib qoladi shunda. Sizning startapingiz ham venture investitsiya ha yoki yo'q deyishi bu normal holat. Shuning uchun startapingizni ishontira olishingiz kerak. Ishontira olish uchun siz founder sifatida shu startapni qura olasizmi, yo'qmi, uni ko'rishimiz kerak biz. Yana angellar to'g'risida ham gapirib o'tdingiz. Agar misol uchun venture fonddan demak moliyalashtirish imkoniyati bo'lmasa, o'sha biznes angellar bilan bog'lasa bo'ladi. To'g'rimi? Startaplarni. O'zi venture kapitalga hamma startaplar yetib kelmaydi. Ya'ni tayyor venture kapitalga tayyor startaplar yetib kelishi mumkin. Boshlang'ich etapda kimdan pul olasiz? O'zingiz pul berasiz. Tanishlaringizdan pul olishingiz mumkin yoki qarindoshlardan, do'stlardan pul olishingiz mumkin. Ingliz tilida bu triple F deyiladi. Family, friends and fools. O'sha paytda sekin startapingizda natijalar ko'rsatgandan keyin venture baribir g'oyaga risk sifatida tavakkal qilmaydi. G'oyaga tavakkal qilish ozgina qiyin. Shu holatda siz angel investorini, agar u qiymat berishi mumkin bo'lgan angel investor topib pitch qilsangiz, angel investor albatta ba'zida yordami tegishi ham mumkin. Ba'zida u sizni kompaniyangizdan katta ulushni olib qo'yadigan bo'lsa, u ertaga ventureni oldiga borganda yomon. Shuning uchun angel investorda ham tanlashda juda bir yaxshi e'tibor berishingiz kerak. O'sha angel investor pul beradi. Puldan keyin qanday yordam berish mumkin? U katta ulushni olib qo'ymasligi ham kerak. Shuning uchun biz hozirda angel investorlarni o'qityapmiz. Angel investorlarni turli xil, masalan, Qozog'istonda angel investitsiyalar juda rivojlangan. Chet eldan, AQShdan angel klublarda ishlaydiganlarni olib kelib hozir bozorga tadbirkorlarimiz, boylarni o'qitishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun bu savol ham subyektiv. Asosiysi angel ko'p ulush olib qo'ymasligi kerak va qandaydir pul va zo'r holatda smart money berish kerak. Ya'ni puli sizga ertaga uni puli, uni networkingi, uni sizni portfelingizga kirishi boshqa angellarni, boshqa venture fondlarni chaqirish kerak. Masalan, bizning portfelimizda masalan Murat Abdurahmonovni 3 ta proyektiga kirganmiz. Murat Abdurahmonov xalqaro startaplarga investitsiya berib, Qozog'istonda o'zini o'rniga ega va u bilan birga venture fondlar ham kiradi. Uni 7-8 million exitlari bo'lgan oxirgi yilda masalan. Biz o'shanaqa angel investorlarning kirishi ba'zida yaxshi.
Tushunarli, rahmat. Navbatdagi savolimiz: bugungi kunda sun'iy intellekt tez sur'atlarda rivojlanmoqda va buning natijasida kelgusi yaqin 3-5-6 yilda venture bozorida qanday o'zgarishlar kuzatilishi kutilmoqda deb o'ylaysiz? Venture bozorida ba'zi bir startaplarni avtomatizatsiyasi agar u sun'iy intellekt bilan nima deydi, kuchaytirilmaganligi yoki o'z oddiy programma shunaqangi programma yaratilishi mumkin. Masalan, SaaS bizneslarni yo'qolib ketish ehtimoli bor. Bizni bozor baribir hali rivojlanayotgan bozor. Bizni bozorda sun'iy intellekt bilan hozir startaplarni soni ham juda kam. Agar bozorda sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan yaxshi startaplar paydo bo'ladigan bo'lsa, bozorda har qanday sun'iy intellekt bilan bog'liq startapni tagida nima yotadi? Data yotadi. O'zbekistonda datani, ya'ni hamma mavjud datalarni sekin-sekin raqamlashtirilishi o'z-o'ziga oddiy yechim bo'ladigan startaplarni bozordan chiqib chiqaradi. ERPlar faoliyatida o'zgarish bo'lishi mumkin. Ma'lum bir kasblar bilan bog'liq bo'lgan startaplar yo'qolishi mumkin. Sun'iy intellekt ma'lum bir darajada bozordagi konjunkturani o'zgartiradi. Shuning uchun biz oxirgi paytda tirik qolishi mumkin bo'lgan startaplarni o'rganyapmiz va data driven modellarda dunyoda qaysi startaplarga ko'proq investitsiya kiritilyapti, qaysilariga yo'q deyilyapti. Shuni Pitchfork, Crunchbase'dan biz oxirgi kiritilayotgan investitsiyalarni tadqiqotlarini olib boramiz va O'zbekiston bozorida qaysi startaplar qancha muddat yashashi mumkin. Shunga ham qaraymiz. Masalan, ba'zi bir startaplarimiz bor. Agar bozorga hozir kiradigan bo'lsa, u 5 yil yashashi mumkin. 5 yil ichida biz ma'lum darajada sotuvini zo'r qolamiz, keyin u startap o'lishi mumkin. Shuning uchun har bir startapni umrini qancha yashash mumkinligini baholaydigan mexanizmdan o'ylayapmiz. Bu juda ko'p sohaga ta'sir qiladi. Aha. Rahmat. Navbatdagi savolimiz: Series A ga invest qilasizlarmi? Katta chek, adashmasam. Series A juda yuqori ko'rsatkichlarga erishgan kompaniyalarda bor. Masalan, O'zbekistonda hozir venture fondlarini o'rtacha chekini hisoblasak, bu $200,000. AQShda o'rtacha chek $11 million. O'zbekiston bozorida startaplar venture fondlardan pul olish uchun ular sindikat sifatida olish mumkin. Ya'ni Series A ga beradigan 3 million, 5 million dollarda venture fondlar unaqa chekda hozir pul bermayapti. Lekin hozir venture fondlarini ko'payishi 1 million 3 ta venture fonddan pul olish imkoniyati bor masalan. 3 million dollarda sindikat sifatida pul olish ehtimoli bor. Series A startaplarida agar bozorda men shaxsan o'zim 5 ta startapni bilaman, Series A ga tortadigan. Ularga mablag' kerak bo'ladigan bo'lsa, uni o'zimizni bozor va xalqaro bozordan qidirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun Series A uchun o'tgan yil kapital yo'q edi, bu yilda kapital bor va uni yetmaydigan bo'lsa, venture fondlar risk qilishdan qo'rqadigan bo'lsa, uni sindikat sifatida masalan 1 million, 2 milliondan tashashib o'sha summani yig'ib berishimiz mumkin. Rahmat. Navbatdagi savolimiz: investorlarga pitch deckda nima muhim? Ko'rsatkichlar muhim. Pitch deckda asosan sizni o'sha produktingizda qancha klient sota olganingiz. O'zi produkt shunchalik yaxshi bo'lishi kerakki, u investorni ham klientni sevdirgan bo'lsangiz, bitta klientni sevdirgan bo'lsangiz, Sam Altmanning juda bir Y Combinator'da zo'r gapi bor. Agar produkting bitta yaxshi bir customer deyiladi, customer development, ya'ni sen klientingni o'sha muammosini yechib, muammosini hal qiladigan bo'lsang, u senga pul to'lashga tayyor bo'lsa, u sevadi-da. Sevgi odamni qo'rqitadi. O'sha pul bilan bitta sotuvni amalga oshirsang, 10 ta sotuvni ham amalga oshira olasan. 10 tani amalga oshirsang, 100 tani ham amalga oshira olasan. O'sha ko'rsatkich tractionda ko'rinadi. Masalan, mijozlar bazasida shuncha klientlari bo'ladigan bo'lsa, biz qaraymiz, yaxshi sotyapti. Demak, pitch deckda boshlang'ich etapda boshqa investorlar, har qanday investor ko'radigan bu tractionni mavjudligi, bozorni mavjudligi, bozorga founderlarni mosligi. Ya'ni bozor tayyor bo'lishi mumkin, founderlar o'sha bozorga tayyor bo'lmasligi mumkin. Bozor tayyor bo'lmasligi ba'zida
bu startapni hali erta paydo bo'lganini ham bildirishi mumkin. Shuning uchun bozor mavjudligi, sotuv asosiy ko'rsatkich, ya'ni traction bormi? Produktni yarata oladimi? Qura oladimi? Ya'ni bu yerda chiroyli gap bor. Steve Jobs sotsa, Steve Wozniak yaratish kerak. Shu komandadagilar o'shani qurish kerak. Masalan, siz startapda agar men startapimni quryapman, uni outsourcega beryapman desa, o'zi yaxshi emas bu narsa. Ya'ni u startapni outsourcega beradigan bo'lsa, startap doimiy pivot, ya'ni o'zgarishda bo'ladi. Shuning uchun uzoq muddatda jamoani potensiali baholaymiz. Potensiali yaxshi bo'lsa, har qanday venture investor jamoaga ishonsa, investitsiya beradi. Bu yerda subyektiv omil asosan rol o'ynaydi. Shuning uchun shu asosiy ko'rsatkich. Pitch deckda kim pitch qilyapti va qanchalik produkt sotilyapti. Sotmoqchi. Rahmat. Davron aka, demak, loyiha egalari, startap egalari Aloqa Venturesdan sarmoya jalb qilish maqsadida qayerga murojaat qilish kerak? Manzillar, elektron manzillarni, telefon raqamlarini aytib o'tsangiz, menimcha tomoshabinlarga juda qiziq bo'lsa kerak. Aloqa Ventures o'z veb-saytimizga tashrif buyurasiz. U yerda har bir startap uchun biz zaявка qoldiradigan tugmachani bosib qo'yganmiz. Agar startapni pitch deckini qila olmayman desangiz, biz pitch deckni shablonini ham o'sha yerga berganmiz. O'sha shablon orqasini ko'radigan bo'lsangiz, venture investorlar nima savol berishi bo'yicha hamma pitch deckni shablonida ko'rsatkichlar va savollar bor. Shu moslashtirishingiz mumkin yoki agar venture investitsiyaga tayyor bo'lsangiz, bu shablon kerak bo'lmaydi. Bu odatda savollar yaxshi ko'rsatkichdagi startap kompaniyalar uchun yaratilgan. Agar siz startapingiz hali MVP bosqichida yaxshi ko'rsatkichlarga erishmagan bo'lsa, MVP'si tayyor bo'lmagan bo'lsa, unda Startup Garage saytiga jo'natasiz. Startup Garage'da biz ham ta'sischimiz. O'sha Startup Garage'da g'oyangizni ko'rib chiqamiz. G'oyani agar Startup Garage potensialiga ishonsa, o'ziga rezident sifatida qabul qilib, uni venture investitsiyaga tayyorlaydi va founderni venture investitsiya olish uchun har tomonlama yo'l yo'riq ko'rsatadi. Biz o'zimiz ham garajda qanday startaplar borligini radar orqali ko'rib turamiz. Ya'ni veb saytimiz orqali va turli xil pitch eventlar deyiladi. Ya'ni prezentatsiya taqdimotlar berish mumkin bo'lgan tadbirlarda ham o'zingizni loyihangizni bersangiz bo'ladi. Odatda venture fondlar o'zlarini portfeldagi venture fondlarini shunaqa tadbirlarda topadi. Saytidan keladigan zaявkalar orqali topadi va boshqa angel investor yoki bozorda o'sha startaplarga investitsiya bergan Bahrom akaga o'xshagan yoki C-Space Angelga o'xshagan ularni har oylik startaplarni ko'rib chiqadigan komiteti bor. O'sha C-Space Angelsga ham murojaat qilishingiz mumkin. Shu orqali biz yaxshi startap deb birdaniga ular bizga chiqadi va biz keyin u startap bilan gaplashib investitsiyani ko'tarishga harakat qilamiz. Odatda yoki venture investitsiyani olishdan maslahat so'rashingiz mumkin bo'lgan odamlar orqali chiqsangiz ham buni ko'rishimiz mumkin. Yana bitta savol keldi. Menimcha savolni ham beramiz. Agar startup traction bo'lmasa, MVP bo'lmasa, integratsiya muammo bo'lganligi sababli, lekin g'oya zo'r, angel investorga pitch qilishga arziydimi? Agar g'oya zo'r bo'lsa, angel investor uni hozir O'zbekistondagi hamma angel investorlar traction so'raydi. Bu narsani qabul qilishimiz kerak. Lekin biz g'oya bosqichidagi startaplarni agar biz ishonadigan bo'lsak, uni startup garajga olib, ma'lum bir founder schoolda o'qitamiz, boshqasi pul ko'tarish uchun ma'lum bo'lgan networking orqali yordam berishimiz mumkin va g'oya bosqichidagi MVPga $10,000 bo'lgan summada yordam beramiz. Traction money deydi. Bu traction money orqali startapni boshlang'ich etapda garaj rezidentiga qabul qilgandan keyin uni pul bilan o'sha produktini oxirigacha yetishi va integratsiya masalalari bo'yicha o'zimizda yordamimizni beramiz. Agar integratsiyadan keyin yurib ketadigan bo'lsa, unda kattaroq investitsiyaga tayyorlaymiz. Shuning uchun g'oya bosqichidagi startaplarni ham qo'llab-quvvatlashimiz kerak. O'zi 2 yil oldin biz venture fondlarida startaplarni pipelineda shakllantirilgan startaplar, akseleratsiyaga yetib keladigan startaplar sonini kamligini inobatga olib, g'oyadan ularni inkubatsiya, startap studio modellarida tayyorlab,
bosqichma-bosqich investitsiya berish sxemasini hozir yo'lga qo'yyapmiz. Shu orqali g'oyadan tortib Series A'gacha bo'lgan bosqichlarni qamrab olishda o'zimizni ekspertizamizni, o'zimizni networkingimiz bilan yordam beramiz. Shuning uchun agar g'oya bosqichida bo'lsa, unda garajga keling, garajda ko'rib chiqamiz. Agar bu qo'limizdan kelsa yaxshi, kelmasa yo'q degan javobni olasiz. Tushunarli. Davron aka, qiziqarli suhbat uchun sizga rahmat. Rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun alohida rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, aziz mijozlarimiz, demak, agar loyihangiz yoki startapingiz bo'lsa, bevosita Aloha Venturesga murojaat qilib, o'z arizangizni qoldirishingiz mumkin. Demak, bugungi jonli efirimiz yakuniga yasar ekanmiz. Batafsil ma'lumotlarni, qiziqarli ma'lumotlarni Aloqa Bank, Aloha Ventures hamda Aloha Live kanalida kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.